O'zbekiston radio kanalida yaxshi kayfiyat oling. Kasb haqida gapirmoqchimiz. Har kimning o'z kasbi bor. Mana Davron Tojiboyev rejissor. Boshqa yana bir qancha ishlar qo'ldan keladi. Hojakbar Rasulov doimiy hamkorlarimizdan biri. U ham rejissor, yana bo'lib ham bosh rejissor. Kamina Kamoliddin Muhiddinov. San'at insoni, mana radioda faoliyat ko'rsatamiz. Kasbimizning turli jihatlari bor. Lekin shunday kasblar borki, har kuni bir xil va bitta ishni bajarishadi. Albatta, kasbni sidqidildan bajarish kerak. Kasb tanlash har bir inson hayotidagi eng muhim tanlovlardan biri. Kasb nafaqat daromad topish manbai, balki umrning asosiy qismi sarflanadigan faoliyat hamdir. Psixologlar bunday mas'uliyatli qaror qabul qilishda faqatgina atrofdagilarning tavsiyasiga tayanish emas, tahlilni boshqa muqobil variantlarini ham qo'llashni taklif qilishadi. O'zingizda qaysi kasbga moyillik va qiziqish yuqori ekanini psixologik testlar orqali birlamchi bosqichda aniqlab olishingiz mumkin. Faqatgina bunda onlayn platformalarda duch keladigan testga emas, soha mutaxassislari ishlab chiqqan professional testlarga tayanish kerak. Shuni esda tutish kerakki, test natijalari hukm emas. Ular faqatgina moyillik yo'nalishini belgilab beradi. Bu haqida ham shu kasbni professional egasi gapirsin. Chirchiq davlat universiteti o'qituvchisi, psixolog Saodat Yo'ldosheva shu haqidagi mulohazalarini sizga yetkazamiz. Kasb masalasida avvalambor agar o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, men ona kasbini sevib, yaxshi ko'rib, pedagoglik kasbini egallaganman. Qarangki, taqdir taqozosi bilan mana psixologiya yo'nalishini tugatib, psixolog bo'lganmiz. Mana shu kunda, shu kecha kunduzda hozir o'sha kasbimiz orqasidan yashab, o'zimizni ilm bilimimizni talabalarga berib kelmoqdamiz. Endi kasb tanlash masalasiga kelganimizda, albatta talabalarni, o'sha o'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalalari bu maktabda ketadigan holat jarayon hisoblanadi. Maktabning yuqori sinfiga borganidan keyin o'quvchilarni preferentatsiya ishlari olib boriladi, ya'ni kasb tanlash masalalari. Demak, bu kasb tanlashda o'sha o'zining xususiyatidan, holatidan kelib chiqib kasb tanlashi uchun o'quvchilarga o'sha yo'llanmalar beriladi, yo'l ko'rsatiladi va ular o'sha o'zlari xohlagan kasbga yo'naladilar. Va bu masalada pedagoglar, psixologlar albatta ishlaydi o'quvchilar bilan va maslahatlarni berib, shu maslahatlar asosida ular kasbga yo'naladilar. Albatta, inson o'zi sevgan kasb bo'yicha ishlasa, charchoq sezmaydi. U o'zi uchun motivatsiya hisoblanadi va shu bilan birgalikda xalqimizda gap borki, u sevgan kasb bilan shug'ullangan odam kasal ham bo'lavermaydi, undan tashqari tez qarimaydi degan gaplar ham bor. Bu bejizga emas. Chunki asabiylashmaysiz. Qo'lingiz, o'sha o'zingiz, tanangiz, miyangiz tayyor kasb bilan, ya'ni o'sha layoqatingiz bor bo'lgan, o'z sevgan kasbingiz bilan shug'ullanganingiz uchun bu narsalar ancha yiroq bo'ladi. Hozirgi kun kecha kunduzda bu masalaga uncha qo'shilmaydigan joyimiz ham bor, chunki bolalarning tug'ma layoqat bilan tug'iladigan jarayoni bor. Bolaning o'sha tug'ma layoqatini aniqlagandan keyin, bilgandan keyin uni o'sha o'zining sohasi bo'yicha kasbga yo'naltirish kerak. Albatta, buning uchun ota-onadan talab qilinadigan narsa nima? Birinchidan e'tibor va bolaning layoqatini, iqtidorini hisobga olish kerak. Olib turib keyin shu bo'yicha ularni to'garaklarga yo'naltirish, ularni repetitorlarga yo'llash masalan, shu asosda bolalarni shug'ullantirsa, albatta kelajakda ular o'sha o'zi sevgan kasbi bo'yicha o'zini malakasini, ko'nikmasini orttiradi va bemalol o'qishlarga kirib ketib, u davom ettirib, ya'ni sevgan kasb bilan shug'ullanishi mumkin.